Metehan haqida eshitganmisiz? Buyuk Hun imperiyasining sardori, turkiylarning otasi deya tanilgan Metehan Xitoyga juda ko'p marotaba urushlar olib borgan. Bir kuni Metehanning yoniga bir askari keladi va aytadi: "Hukmdorim, bizning hududimizga 300 minglik Xitoy askari bostirib kelyapti" deydi. Shunda Metehan chuqur o'yga tushishni boshlaydi. Yonidagi askari esa undan so'raydi: "Nega buncha chuqur o'yga tushdingiz?" Metehan esa javob beradi: "Men 300 minglik Xitoy askarini qayerga ko'maman" deydi va Xitoy va Hun o'rtasida urush bo'lib o'tadi. Metehan 300 ming xitoylik askardan 295 mingtasini yerga ko'madi. Hun imperiyasi xitoyliklar uchun haqiqiy dahshatni o'zginasi edi va Xitoyga juda ko'plab talofatlar keltirgan. Hattoki 20 kishilik Hun askari imperator saroyigacha, Xitoy imperatorining saroyigacha yonigacha kirib borishadi. Mulan multfilmini ko'rgan bo'lsangiz, aynan o'sha multfilmda Hunlar va xitoyliklar o'rtasidagi urushlar, jang sahnalari tasvirlangan.